5 yillik mehnat stajiga ega xotin-qizlarimiz o'qishga kirish uchun tavsiyanomani my.go.uz orqali qulay va oson tartibda olishlari mumkin. Buning uchun my.go.uz ga kirib, qidiruv satriga tavsiyanoma so'zini yozing. 5 yil mehnat staji mavjud bo'lgan xotin-qizlarga tavsiyanoma berish xizmatini tanlab, foydalanishni boshlang. So'ngra, albatta, oferta shartlari bilan tanishib chiqing. Talabgor quyidagi tartiblarga mos kelishi kerak. Bakalavr diplomiga ega emaslik, talaba bo'lmaslik hamda mutaxassisligi bo'yicha 5 yillik ish stajiga ega bo'lish. Keyingi qadamda shaxsiy ma'lumotlaringiz avtomat ko'rinadi. Ularni tekshirib davom eting. Agar mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlaringiz bazadan chiqmasa, qo'shish tugmasi orqali o'zingiz to'ldiring. So'ngra diplom bo'yicha mutaxassisligingizni belgilang. Xatolar yo'qligini yana bir bor ko'zdan kechirib, yuborish tugmasini bosing. Javob my.go.uz dagi shaxsiy kabinetingizga keladi. my.go.uz orqali imkoniyatdan foydalaning. O'qishga kirishingizda omad yor bo'lsin.